Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是讲世纪。Ağzımda kanık düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash uyida keldi. Müşk yapılan kızdan yeni maharati. Hay birodarlar, mening yeni maharatımni ko'rib qo'yinglar. Pekal tükensen emma biz mi maharet etki kılıvatımız. 3 kishilik tandasiz yangi mahorat. Tunda niqoblan uchun mag'lub qilish uchun ishlatildi. Qani kelib Ben ko'r. oğul sekreymen, pi qarayman. Onda bu yerga kelaman. Men kuchab yugurib bu yerga kelaman. Ondan aski ablaq diqqat qilmagan paytda sen yonchi mo'laq etib o'tirg'i kelasan. Bu yerda odam bo'lmagan ekan biz mashq qilib olaylik. Tayyorlik, boshlandi. Emma xato bo'lib qoldi. O'z o'rnimizga bormidi. Kechirgin. Emma biz cho'qim plan bo'yicha qilishimiz kerak. Shundoq, biz qaytib yanına ko'proq mashq qilaylik. Biroq men texchi bu maharatni bilib bo'lolmadim. Yangi maharet bo'ladi ekan, eski ablaqlar bizning dunyoni qutqizishimizni to'solmaydi. Shundoq, undaqda qaltis ish bo'ladi. Bu nima? Qarama qirilish yotqizish yordamchisidan qiladi. Romeo'ning poyezi mushi ekan-da. O yerga qaranglar. Hava uchiq tursin, edin kelgan muzdi bu. Romeo'ning choni tajribxonasi esimga keldi. Harakat oskibina. Cho'qim Romeo, o yana surat aslatqini ishiltibdi. Sinfning ichida mishqa bo'yicha sesib ketgandi. Cho'ng ish pilalayotgan yolg'iz bizlar emas ekanmiz. Uxlash kelmik azmatlar, otlanaylik. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men mishk yapılan kız. Geri bo'lsa, Men patlıcık balvan. Kunno bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlash uyida keldi. Tez bo'linglar. Biz mahorat mashq qilib, ondan Romeo'ni tutqilib boraylik. Kilen müşk yapılan kız, bizning tayyorligimiz bitdi. Shunda meningmi bitdi. Amsi boshladim. Men bu başladım. Voy! Ay, yanchim Allah. Yo'q, to'xta. Yana boldir boshlab oldim. Men yanini bilmayapman. Yana bir qitim sinaylik. Balkim paytni tutib olishing mumkin. Ansirmanglar, men bildim. Menimcha bu mahoratning bizga keragi yo'q. Kerak yo'q dedingmi? Biroq buning bilan Romeo'ni to'sqilib bo'ladi. Agar uning plani cho'ng bo'lsa, biz o'z mahoratimizni ishlatamiz. Men alaburun mahoratga ega bo'lgan bir qantimning tangdasiz iqtidori. Yana tezlikni beqarash. Atınayli. Bir kit ayrıqlarga chiqayli. Aldırma, bu yeni maharet çokum qaltis. Bekni açarken qılamayman. Tez qaranglar, Romeo. Köynimga asoslanganda, uning mashina adam bilan chani tajribaxonasi, yana uning alayda poyezimi bor ekan. Biz chapsan qunayli, mishk yapılan qiz. Uxlash kiyimlik azmatlar. Hayron qoldinglar-ku deyman. Dunyoga qadaq ega bo'lganimni ko'rdinglar bormi? Tunji qitim kelsa bo'lmasa hayron qoldik deymisiz ba? Bu qitim o'xshamaydi. Men hamma mashinalarimni ilib oldim. Cho'ng kunlarni hujumga tayyorlamadim. Bizni bo'ladi ekanmiz. Maqsadingga yetolmaysan. O'zingcha hamma mashinani bir vaqtda to'salaymiz deb qoldingmi? Mening mashinam va mashina odam sizlarni so'qib yutadi. Ondan yana boshqa bo'lganlarni sesiq biroqqa to'ldirib yutadi. Sizlar buningga aldirash taqabul turayotganda chani tajribaxonam sizlarning mashinalarni to'g'itib qo'ydi. Bundan keyin kishini bizar qiladigan sizlardek ablahlar mavjud bo'lmaydi. Mumkin emas, Romeo. To'g'ri. Mening poyezimni unutib qolsak bo'lmaydi. Men uni intayin tez suratda haydab bu shaharni yanjib tashlayman. Ondan yangidan shahar barpo qilib, uning ismini men ozroq olib chiqaman qanda. Romeo shaharda qurman. Biz
biz yanını seni to'siyalaymiz. Sizlarning qaysini to'smoqchi? Muz yasash mashinasini yoki surat aslatqichni va yoki darajadan tashqari poyezdmi? Bunu tanlamak hakikaten tezkar. To'g'ri dedi. Men faqat mashinalarimni butun kuchim bilan mangdirsam bo'ladi. Sizlar burun mashinalarimni buzib o'tkazgan, ular ishlamagan. Biroq men nihoyat tezda ularni remont qildim. Ondan taqdosiz Romeo tizginiki bilan ularni kontrol qildim. Xayr, xo'sh, uxlash kiyimlik azmatlar. Romeo hamma mashinalarni remont qilishdan burun tezginakni ilib olayli. Ben qandoq eylashni bilaman. Biz yangi mahoratni ishlataylik. To'g'ri. Sening chiqandoq. Ha, mening texim yaxshi ma'lum ba. Tuyuqsiz hujum qilib tizginakni tortib olaylik. O yangi mahorat bilan kimning qari? Mening tuyuqsiz zarba berishimda mutlaq masala yo'q. Rahmat xo'jayin, men siz qipra qo'yib berishga amroq. Menimcha yetarli bo'ldi. Uningga amroqligini bilaman. Harakatingni ostiltib boqamsan, hamoqat qo'sh. Buning tayyorligimi bitdi? O, yo'q, ham xiyol qilma. Nima? Yo'q! Tutib oldim. Ha? Bir rezil mashina bitdi. Ikkinchisini tayyorlay. Yo'lga chiqaylik, mashinadan do'stim. Uxlash kiyimlik azmatlarni boshida bo'lgan eng oxirgi hujum qilishga tayyorlanaylik. Men qo'shilaman. Biz cho'qim yangi mahoratni ishlatishimiz kerak. Bu tezginakni ilib olish Romeodan to'siyalaydigan birdan-bir amal. Yana bir qayta muratli olaylik. Mush yigit bu yerga yugurib keladi. Ondan bu yerga boraman. Yanchi valla qatdaman. Chataq yo'q. Tez suratni payqashni bildigan tursam, yangi mahorat o'rganishdan nima hojatdi? O, mashina ko'mamdigan. U chana tajribaxonasi remont qilib bo'lganda, cho'qim bizning mashinalarimizga muzlatib qo'ydi. Uni cho'qim to'sishimiz kerak. Yangi mahoratni faqat 2 kilimizga o'ringa olishimiz mumkin. Lekin bu degan 3 kishilik mahorat. 3 odam bo'lmasa bo'lmaydi. Mush gapla qiz keldi. Bo'ldi, endi tezlikni payqayman. Beshim qaydimi Romeo? Agar ko'zimni sendan uzmasam, beshim nihoyat osonlik qiyib ketadi. Lekin men ko'radigan texmi qizqarliq narsa bor. Masalan, mening xislatlik ham ulug' mashina. O'tdi. Yo'q, mishga pulaqqiz. Mana tajribaxonam tutdi. Eng oxirgi birsini qoldi. Xo'jayiningni darhol izlab kel, darajadan tashqari poyez. Qaraganda besh qoydig'ini yanada sankansan. Darajadan tashqari o'shqir mushak. Sen yerdan qilib to'xtatib olay. Darajadan tashqari kuchli qo'l. Biz endi hiliqi yangi mahoratni ishlataylik. Romeoning mashinalari nihoyat tezda tayyorlanib bo'ladi. Biz yana bir qayta tushuntirib qo'yaylik. Men rostini tushunib qoldim. Men uni ishlatgim yo'q. Nimishqa? Tushungan bo'lsang, ham nimishqa ishlatmaysan? Balkim u qanday qilishni bilmaydigandi. To'g'ri dedimmi? Chunki boshqa xato qilganliging uchun ishlatgan yo'q. Yana xatolashdan ansiraysan, shundaqmi? Uni tushunaman, biroq ansirishingga hojati yo'q. Chunki hargiz undoq emas, men qila olayman. Bu nihoyat oddiy. Nimishqa uni ishlat kerakman? O'zimni mart yaxshi tursa, bir qat'iy inson. Hay Romeo! Bir qat'iy inson. O'zim quyun hosil qilishga bakla omroq. Eng oxirida remont qilgan bu darajadan tashqari poyezddan dal mushunda qiqlari bor. Sana nima bo'ldi, hamoqat qo'sh? Yana beshing qiyib ketdimi? Voy, anamay, o'zini to'xtamay qoldim. Soqilib ketadigan bo'ldi. Seni sehrab tutib olay. darajadan tashqari kuchli qo'l. Nima degan xatarlik? Biroq Romeo bilan uning mashinasini qanday qilamiz? Hammani remont qilib qopdi. Shundaq, hammani to'liq remont qilib bo'ldim. Bu tizginak bilan ularni kontrol qila olayman. Chani tajribaxona muz yasayotidi. Mashina odam sesibroq qo'rqitayotidi. Agar ularni to'smoqchi bo'lsanglar, u suritonlarni osti qilib yutidi. Men ularga taqobil turayotganda, men poyezim bilan o'ynayman. Xayr, qo'sh uxlash kiyimlik azmatlar. Hiliq mahoratni ishlatmagunimiz pek yomon bo'ldi. Bilaman, sening deganing to'g'rimish yigit. Men haqiqatan misalalikdan qo'rqaman. Biroq biz senga yordam beramiz. Men shu xijil bo'ladi ekanman. Bilamsan, amaliyotda men bu mahoratni tushunman deyamayman. Bu siziqlar hammaga sizilgan. Haqiqatan bek qolaymaqon. Shunga biz bir narsa qo'shishimiz kerak. Mana bu. Biz o'rnimizga borganda mana shunday ishorat qilamiz. Ondan sen yanchi muloqasang bo'ladi. Asli sizlarga baldiroq desam bo'pti ekan. Romeoni bu mahoratni bilib qolsa kerakman. Ana yaxshi shunday bo'lsa
olsun. Biz yeni maharatni işletaylik. Uxlash kiyimlik azmatlar o'rtaga chiqdi. Darajadan tashqari poyez. Xalqancha buzivat. Romeo shaharda elda boshqa turishga tayyorlandi. Urra! Romeo! Sen kechikib qolding osonchaq. Dunyo mening bo'lib bo'ldi. Xushelchi bo'lsin Romeo. Asli sen kelsan-da, sizlar birlik gapsizlar. İşte osonga tushgudak. Endi yana azvaylamayman. Ben kechikib qoldim. Bu ishoratlarning ma'nosi nima? Sal joyidagi yanchimoqlik. Biz haqiqatan birlik keldik. Biz haqiqatan birlik keldik. Sening planing oxirlashdi. Yo'q! Lekin ben qilib qolaman. Chataq bo'ldi. Mishga git. Mening mashinam. Yo'q, kuni ko'ramiz. Uxlash kiyimlik azmatli. Hayır, xo'sh Romeo. Endi mashinani remont qilish uchun xeyli uzun saqlaydigan bo'ldi. Biroq remont bo'lganda biz yanada birlikda tirishib sening planingni to'samiz. Uxlash kiyimlik azmatlar birga tantana qilaylik. Har bir kunda kechida qizimiz dunyoyi. Yangi mahoratni mashq qilishga tayyorlig'ini topdimi? Ha?